Voy, uyimgacha keldinglarmi? Bitta narusheniya qilganim uchun. Bo'ldi, mana quloqim tinchsin, yozsangiz yozing, mana dokumentlar. Tinchlikmi qo'shni? Liftda naqd yuribsiz? Ko'chaga ketdim. Shu qo'shnim ham jarima ko'p to'lab tom ketib qolmasa bo'ldi. Bolalar. Hozir kelaman, xo'p? Hozir hal qilaman. Uydan chiqmaydi. Xudoga shukr. Assalomu alaykum komandir. Siz voy xudoyim o'zi yetkazdi sizga komandir. Iltimosim bor, shu bitta narusheniya qilib qo'yganman. Shu ko'zimga hamma gay bo'lib ko'rinyapti. Shuni yozdirmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Ko'rmayman ham, kulmayman ham yozib yuboring. Pompongiz joyidami sizda? Nima men ustimdan kulyapsizmi? Benziningiz bo'lsa bering, bo'lmasam boring keting nariyoqqa. Anaqa gaylarni qayerdan topsam bo'ladi, aka bilmaysizmi? Siz sovuq kuni nafasingiz ham sovuq ekan-ku, ha? Qayerdan bilaman gaynimi? Boring keting, Nafasingni shamol uchirsin. Gay deydi bu. Aka benzin bormi?